Rossiyada ishlayotgan hamyurtlarimiz, ogoh bo'ling. Xabaringiz bor, bu yil Rossiyada qor har yilgidan ko'p yog'di. Tabiiyki, uni tozalash uchun sizga murojaat qilishadi va siz tezda tozalab tushaman deb hech qanday himoya vositalarsiz muzlagan tom ustiga chiqasiz. O'ylab ko'ring, sizga shu ish uchun taklif qilinayotgan 10 ming rubl pul hayotingizni xavfga qo'yishingizga arziydimi? Afsuski, bunday holatlar og'ir oqibatlarga olib kelmoqda. Ochiq manbalar tahliliga ko'ra, Rossiyada ish joyida o'lim holatlarining salmoqli qismi balandlikdan yiqilish bilan bog'liq. Har yili yuzlab insonlar xavfsizlik qoidalariga amal qilmasdan himoya vositalarisiz ishlash oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Qurbonlarning katta qismi xorijiy davlatlardan kelib ishlayotganlar. Esda tuting, hech qanday daromad inson hayotidan ustun emas. Ish beruvchidan xavfsizlik vositalari bilan ta'minlashni talab qiling. Xavfsizligingizni birinchi o'ringa qo'ying.